degan xotinlar uchun jahannam doimo bor bo'lsin. Zotan bunday badbaxt ayollar borligidan oila uyasining jahannamdan farqi bo'lmaydi. Bunday fe'lli ayollar bilan yashash bu dunyoda jahannam hayotini o'tish bilan tengdir. Ota-bobolarimiz erini suymagan xotinni eshigingda tutma deganlar. Shuning uchun har bir oqila ona qizini uzatar ekan yoki bo'yi yetgan paytidan shunga o'xshash narsalarni o'rgatish kerak. Bu uning oqila xotin ekanligidan dalolat beradi. Bobolarimiz onasini ko'r, so'ngra qizini ol deganlar. Har bir ona qiziga o'rnak bo'lishi shart. Sen avlodingga tarbiya berib yetishtirda Allohga topshir. Ey Allohdan qo'rquvchi onalar va qizlarimiz, qo'lingizdagi bu kitobda tinglayotganingiz sizlarga yo'lingizni yorituvchi chiroq tutadigan hikoyalar mavjuddir. Niyatimiz sizlarga foyda yetkazish xolos. Islom oilasining eng buyuk ustuni bo'lgan onalarga va onalikka nomzod xonimlarga, farog'atli oilalarda yashar ekanlar, bizning kichik nasihatimiz foyda bergan bo'lsa, o'zimizni baxtiyor his etamiz. Qardoshlarim, bu o'gitlarimizni o'zingiz o'qib tushuning va do'stlaringiz, qarindoshlaringizga tavsiya eting. Ular ham o'qisinlar, bu esa siz uchun savobdir. 12-hikoya Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amrlariga rozi bo'lgan aqlli qiz. Hazrat Anas radhiyallohu anhu ning rivoyat qilishlariga ko'ra, bir odam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib shunday dedi: "Yo Rasululloh, terimning va yuzimning qoraligi, xunukligim jannatga kirishimga monelik qilmaydimi?" Ul odamning bu savoliga sevgili Payg'ambarimiz alayhissalom bunday deb javob berdilar: "Teringning qora bo'lishi jannatga kirish uchun to'siq bo'lmaydi. Sen bu so'zing bilan Alloh va uning rasuliga hech ishonmasligingni ma'lum qilding. Seni payg'ambar qilgan buyuk Allohga aytamanki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kalima-i tavhidni 8 oy sidq va qalbdan aytib iymon keltirganman", dedi ul odam. Ul odamning bunday javobini eshitgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Amr ibn Vahob bugun shu yerga keladimi? Hozir shu yerdami deb so'radilar. Sevgili payg'ambarimiz so'ragan Amr ibn Vahob Sakif qabilasidan edi. Endigina musulmon bo'lgandi. Shu yerda hozir bo'lgan ashob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu yerda yo'q, bugun kelmadi dedilar. Payg'ambar alayhisalom bu safar siyoh yuzli odamdan so'radilar: "Amr ibn Vahobning uyini bilasanmi?" "Bilaman yo Rasululloh." Amr ibn Vahobning uyiga bor, eshigini taqillat, salom ber, seni ichkariga taklif etgandan so'ng bunday degan: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizingizni menga xotinlikka berdi." Amr ibn Vahobning juda sevimli va aqlli qizi bor edi. Payg'ambar alayhisalomning so'zlari bilan bu o'smir yigit u yerga ketdi. Eshikni qoqdi, salom berib ichkariga kirdi. Bu odamning juda qoraligi qizning yuragini siqdi. Payg'ambar alayhisalom yuborgan yigit qizning otasiga: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizingizni menga xotin qilib berdi", dedi. Qizning otasi buni qabul etmadi. Qo'pol va qattiq so'zlar bilan yigitni haydadi. Qora yuzli odam u yerdan chiqib, to'g'ri payg'ambar alayhisalomning oldilariga ketdi. Ul odam uylaridan chiqib ketgandan so'ng Amr ibn Vahobning oqila qizi otasiga bunday dedi: "Sevgili otajon, senga yomonlikdan qutulish yo'li ochildi. Payg'ambar alayhisalomga Alloh tarafidan yomonlikdan qutultirish yo'li ko'rsatilgan. Agar shu ishni bajo etmasang, qutulish yo'li yo'q bo'ladi. Agar payg'ambar alayhisalom meni ul odamga xotinlikka bergan bo'lsa, men uni qabul etdim. Ul qora yuzli odam bilan oila quraman. Alloh va payg'ambar alayhisalom rozi ekanlar, men ham roziman." Qizning otasi shu zahoti uydan chiqib, payg'ambar alayhisalomning oldiga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin bir yerga o'tirdi. Rasul akram ul odamni ko'rib: "Amr ibn Vahob, Allohning rasulining amrini rad etgan senmisan?" dedi. "Xato qildim ya Rasululloh, ammo Allohdan mening gunohlarimni kechirishini, avf etishini tilayman. Tavba qildim. Bir fursat ul odam yolg'on gapirmoqda deb o'yladim. Omonlik ber ya Rasululloh, qizimizni unga xotinlikka beramiz. Alloh va Allohning rasulini tan olib, Allohga sig'inamiz", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 400 dirhamga nikoh qildi. So'ngra shunday dedi: "Endi bu yerdan ket, xonimning uyiga bor." Kuyov bo'lguvchi yigit: "Yo Rasululloh, seni payg'ambar etgan Allohga sig'inib aytamanki, cho'ntagimda bir qurushim, ya'ni turk lirasining 100 dan biri chaqa yo'q. Qarindosh urug'imdan biroz pul so'rashim kerak", dedi. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Sen Hazrati Usmon, Abdurrahmon ibn Avf,
hamda Ali huzurlariga bor, ular ehtiyojingga yarasha pul bersinlar dedi. Kuyov bo'lmish bu zot pulni olib bozorga ketdi. Xonimga zarur bo'lgan ehtiyojlarini oldi va sevini uyiga qaytdi. Keyinchalik bu yigit jangda shahid bo'ldi. Bu yigitning ismi Sa'd edi. Payg'ambar alayhisalomga Sa'd shahid bo'ldi dedilar. Payg'ambar alayhisalom uning yoniga keldi. Muborak boshini shahidning ko'ksiga qo'ydi. Yuzidagi tuproqlarni etagi bilan artdi va shunday dedi: Sa'd, sendan qanday xushbo'y hid anqamoqda. Seni Alloh va rasulining sevgisiga topshirdim. Shundan so'ng Payg'ambar alayhisalom yig'ladilar, keyin kuldilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, nega avval yig'lab keyin kuldingiz?" deb so'radilar. Sa'dni juda yaxshi ko'rganim uchun yig'ladim. Uning Alloh huzuridagi yuksak darajasini ko'rib sevinib kuldim. Sa'dning qurol aslahasini, otini va ashyolarini oilasiga bering va Sa'd Alloh huzurida eng yuksak darajaga erishdi deb ayting. Izoh va o'git: Ey Alloh degan yosh qizlarimiz, iymonli, iffatli avlodlarimiz, bu hikoyatda juda ibratli dars bor. Undagi qizning aqlini zo'rligiga e'tibor bering. U tajribali otasi tushunmagan yaxshilikni, xayrli ishlarni tushuna bildi va otasiga shunday maslahat berdi: Otajon, vahiy sizni razil ishlardan, sharafingizning tushishidan bir qutulish yo'lini ko'rsatdi. Agar payg'ambar alayhisalomga Alloh tarafidan sizni yerga uruvchi, sharmanda etuvchi bir vahiy yuborilganda, siz uchun hech bir qutulish yo'li bo'lmas edi. Agar payg'ambar alayhisalom meni u odamga xotinlikka berar ekan, men qabul etaman. U qoratan odamga oila bo'lib boraman. Alloh va rasuliga, Alloh va rasulining rizoliklariga men ham roziman. Aqlli inson shunday bo'ladi. Sohibini jannatga olib boradi. Bu qizdagi aql juda ma'qul, to'g'ri aql. Yoshi ulug' otasi tushunmagan haqiqatni tushunadigan aql. Payg'ambar alayhisalom ham bu qizning aqlli qizligini bilardilar. Agar bu qiz aqlli bo'lmaganida, Payg'ambar alayhisalom o'li yigitni qizning otasi huzuriga yubormagan bo'lar edilar. Chunki o'li yigit juda ham aqlli, ma'qul yigit edi. Bu yigit urushda shahid bo'lganida Payg'ambar alayhisalom yig'lagan edilar. Payg'ambar alayhisalom muborak boshini bu shahidning ko'ksiga qo'yib, Sa'd sendan naqadar xushbo'y hid kelmoqda degandilar. Sa'dning jannatdagi yeri Payg'ambar alayhisalomni sevintirdi. Demak, bu qora tan yigitning iymon va axloq yo'lidagi borishi shunchalik buyuk ediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u aqlli va nomusli qizchani bu yigitga loyiq ko'rdilar. Qiz ham Alloh va rasuli loyiq ko'rsa men ham roziman degandi. Bu hikoyada buyuk so'z, hikmat yo'llari bor. Aqlli qizlar bu hikmatga quloq solish yaxshiligini bilgan qizlardir. Ibrat oling, bu hikoyadagi qiz Payg'ambar alayhisalomning amridir. Bunda bir xayr bor, buyuk bir yaxshilik bor. Garchi odamning yuzi qora, ya'ni odam u qadar go'zal bo'lmasa ham, Payg'ambar alayhisalom uni yaxshi deb bildi. Meni unga lozim ko'ribdi, men ham roziman dedi. Bu nazokatni, yaxshilikni otasi tushunmadi. Avval yigitni tushunmay, bilmay uydan haydadi. Qizning oqilaligini qarangki, otasiga borib Payg'ambar alayhisalomdan uzr so'rang dedi. Bundan buyuk aql bo'ladimi? 13-hikoya: aqlli xotinlar erlar baxtidir. Bir odam juda aqlli va odobli, islom tarbiyasini olgan qizga uylandi. U odam xonimidan juda mamnun, uylarida g'alva, g'avg'o yo'q edi. Bu yigit bir kun do'stlarining huzuriga bordi. U axloqsiz odamlarning xotinlarini unday urdim, bunday urdim deb maqtanganliklarini eshitdi. Yigit hayrat bilan ulardan so'radi: "Nega xotinlaringizni urasiz? Hech gunohi yo'q xotinini urib bo'ladimi?" Do'stlar, dunyoda bundan oson narsa yo'q. Uyga bir qadoq qiyma go'sht olib kelasan, qiymali suyuq ovqat tayyorlab kelsa, boshqa ovqat yeyishni xohlayman deysan, deb aql o'rgatibdilar. Yigit ertasiga kechqurun uyga kelib dasturxon oldiga o'tirdi. Xonimi qiyma solib tayyorlangan sho'rva olib keldi. U xotiniga jerkib, "Men kartoshka bilan qiyma yeyishni xohlayman" dedi. "Qiyma ham bor" dedi xonimi. "Men tok bargiga o'ralgan qiyma xohlardim. U ham bor." Hojasining odatlarini juda yaxshi biladigan odobli xotin eri xush ko'radigan barcha narsani qo'lidan kelgancha harakat qilib tayyorlagan va uning ko'nglini olgan edi. Yigit ertasiga yana do'stlari oldiga chiqdi. Ular darhol qiziqib so'radilar: "Nima bo'ldi? Xotiningni kaltakladingmi?" Yigit bo'lgan voqeani aytgan ekan do'stlari: "Sen baxtli ekansan. Xotining aqlli, chaqqon ayol ekan" dedilar.
Izoh va o'git. Albatta xonimlar aqllarini, hojilarining qalbini qozonish, ko'ngillarini olish, sevgi va mehriga erishmoq uchun qo'llashlari zarurdir. Islom axloqi bilan tarbiyalangan xonimlar Allohni mamnun etmoq uchun hojilarini mamnun etmoqliklari kerakligini biladilar. Erini mamnun etmagan xotinning yo aqli oz yoki fahmi yetarli emasdir. Diniy mezonlar ila harakat qilish, Alloh va payg'ambar alayhisalom va hojilarni mamnun etish, ularning sevgisini qozonish aqlli xotinlar uchun qiyin ish emasdir aslida. Xotin erining qadrini bilmasa yoki uning hurmati balandligini anglay olmasa, bu juda ham xatarlidir. Xotinlarga haqsiz aziyat yetkazgan erlar esa jahannamdagi azobli, otashli yerlarga tushsinlar. Xotinning eriga xizmat qilishi diniy bir vazifa bo'lgani kabi erning xotin haqqini ado etish ham Allohning bir amridir, farzidir. Alloh amrlari doirasida hojasiga xizmat qilgan jannatiy xotinlar do'stlarga muborak bo'lsin. Bu amrlarga erishgan xotinlarga yaxshilik qilgan, ularning mehr va muhabbatini qozonganlar qanday baxtlidirlar. Ular uchun jannat bor. Turli bahonalar bilan uydagi xotiniga aziyat yetkazadigan, begunoh xotinini, bolalarining onasi, uyini sarishta etuvchi, qiynagan, mol-mulkini ehtiyotlovchilarga qo'l ko'targan, azob beradigan, din iymoni bo'lmagan, bilmagan johil erlar uchun jahannam doimo bor bo'lsin degisi keladi odamning. Iymonli, axloqli, yaxshi fe'l-atvorli, aqlli musulmon hech bir gunohi yo'q. Hatto ba'zi mayda-chuyda, arzimas xatolar uchun ham xotiniga qo'l ko'tarmaydi. Begunoh ayollarga qo'l ko'tarish musulmonlikka ham, insoniylikka ham sig'maydi. 14-hikoya. Hazrat Umarga xotinidan shikoyat qilgani kelgan odam. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xalifaligi davrida bir odam Shaddod xotinining turli janjallari, baqirib chaqiruvlaridan shikoyat qilgani keldi. U odam Hazrat Umarning eshigi oldiga kelganida quloqiga bir xotinning qattiq ovozi keladi. Biroz taraddudda qoldi, quloqlariga ishonmadi, qanday ham ishonadi? Hazrat Umarning xonimi Ummu Kulsum hojasi eri Hazrat Umarga baqirib chaqirmoqda. Hazrat Umar esa hech ovozini chiqarmas edi. Xotinidan shikoyatga kelgan odam o'z-o'ziga shunday dedi: "Men xotinim bergan huzursizlikdan, xotinimning yomon fe'lidan, menga baqirib chaqirishidan xalifaga shikoyatga kelgan edim, toki huzur topayin, uyimdagi janjaldan qutulayin deb. Bu qanday taqdirki, mening boshimdagi g'am xalifaning ham boshida bor ekan, yaxshisi u yerdan keta qolay" dedi. U odam qaytib ketar ekan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni ko'rib qoldi va "Nega kelgan eding va nega ketyapsan?" dedi. "Sizga xotinimdan shikoyatga kelgan edim. Ayni balo, ayni dard sizning ham boshingizda borligini ko'rib shikoyatdan voz kechdim. Shuning uchun ketayotgan edim" deb javob berdi u odam. Buning uzriga Hazrat Umar radhiyallohu anhu u odamga bunday nasihat qildi: "Menga yaxshilab quloq sol. Oilamning menda ba'zi haqlari bordir. Menga qilgan xizmatlari sababli mendan bu haqlarining qadrini bilishimni istaydi. Sabr-qanoat bilan qilgan xizmatlari va haqlari ushbudir. Birinchisi, xotinim jahannam otashi bilan mening oramda bir pardadir. Ko'nglim u bilan rohat topadi. Haromga boqmayman, ya'ni u menga xotinlik vazifasini bajaradi. Ikkinchisi, u men uchun uyimning bir muhofizidir, ya'ni qo'riqlovchisi, muhofaza etguvchisidir. Men uyimdan chiqsam, u uyimda mol-mulkimni saqlaydi, uyimning bekasi bo'lib qoladi. Uchinchi, kiyimlarimni yuvib tozalaydi, uyimning boshqa yumushlarini bajaradi, uyimning tozaligini, bolalarimning pokizaligini sabr-qanoat bilan ta'minlaydi. To'rtinchisi, bolalarimni tarbiyalaydi, ularga yedirib ichiradi, kiydirib yasantiradi. Beshinchi, u mening ovqatimni pishirib oldimga qo'yadi. Shuncha xizmatlarini o'rniga qo'yib bajarib minnat qilmaydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan bu nasihatlarni eshitgandan keyin xotini ustidan shikoyat kelgan odam: "Senga qilinadigan bu xizmatlar menga ham qilinadi. Sen xush ko'rib, uning ba'zi qusurlari, kamchiligini kechirganingdan keyin men ham xotinim qusurlarini kechiraman" dedi. Izoh va o'git. Ey uyda huzur istagan qardosh, barcha ko'rguliklarimiz dinimizni bilmaganligimizdandir. Hazrat Umar radhiyallohu anhu kabi bir zotni bunday xush xulq qilgan faqat islom dinidir.
Hazrati Umar roziyallohu anhuning qanday odam bo'lganligini qo'lingizdagi bu kitobdan o'rni kelganda bilib olasiz. Islom dini insonni qanday